Inat gayip olab kelyapti seni. O'zini mashindan. O'zini shaxsiy mashinanda. Ya shannak olab kelyapti. Avrayana qaratib olaringga chiqarib kallaga chiqarib. Meni mak mashinani ichida. Ne bileyim? Al kamera al. Kamera al. Ya. Doktor, bir ko'rga taklif etamiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu Labo rusumli transport avtomashina haydovchisi avtomashinasining yukxonasiga baliq mahsulotlarini ortib, ushbu avtomashina yukxonasidan yo'llarni ifloslantiruvchi suvlar oqib borayotganligi bo'yicha profilaktika inspektori va yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ushbu haydovchiga to'xtash ishorasi berilgan vaqtlarda ushbu haydovchi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabini ko'ra bila turib, to'xtamasdan harakatni davom qildirgan. Ushbu huquqbuzar haydovchimizni harakatlariga chek qo'yish va boshqa huquqbuzarlikni sodir qilishini oldini olish maqsadida hududiy profilaktika inspektorining shaxsiy avtomashinasida yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan hamkorlikda oxirgi zarurat holatlarini qo'llab, izidan kuzatib borishgan. Ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan ushbu Labo rusumli avtomashina haydovchisi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy to'xtash ishorasiga bir necha marotaba amal qilmasdan tibbiy ko'rikdan o'tishini so'raganda ham ushbu haydovchi qonuniy talabni bajarmasdan harakatni davom qildirgan. Ushbu holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i nomiga yozgan bildirgisiga asosan ushbu transport vositasi va haydovchining shaxsiga oydinlik kiritildi. Stressdan nerv ishlatib yotirdik. Shuna qonuniy talabına javob berolmadik, to'xtamadik. Qilgan aybim bo'yicha chora ko'rildi. İçki ishlar xodimidan ham uzr so'rab qolamiz. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Hech kimga tavsiya beramiz buni. Shu qonun bilan yuraveradi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar o'shanmaydan. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Belgilangan tartibda ushbu qo'pol qoidabuzarlikni sodir qilgan haydovchimizga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimlarini qonuniy talablarini bajarmaslik va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 136-moddasi, haydovchining tibbiy tekshiruvdan bosh tortishi holati yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Endilikda ushbu qo'pol qoidabuzarlikni sodir qilgan haydovchiga nisbatan sud organlari tomonidan qilgan qoidabuzarliklari yuzasidan huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.